Assalomu alaykum barchaga. Biz inshaalloh keyingi obyektimizdan bitirib oldik. Abi ko'rib turganlaringizdek, imkon qadar qo'ldan kelganicha o'z egalariga topshirdik. Mana bu oshxona qismi bo'ladi. Birinchi mana bu bir xo'shga bo'ladi, keyingisi zal, umumiy zal. Televizorlarni alohida e'tibor qilamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang, like va podpiskani bosing, bizga motivatsiya bo'ladi. Bu spalnimiz, spalni televizorimiz, spalning ichiga alohida sanuzel qo'yib berganmiz. Hozir mana spalni umumiy ko'rinishi mana bu spalni sanuzeli dushovoyi. Keyingi xonamizni ko'rsatamiz. Bitta holchamiz. Yana bitta bu yoqda xonamiz bor. Bu umumiy sanuzelimiz. Mana bu bolalar zalchasi, bolalar o'yingohi deydi. Kirish umumiy ko'rinishi.